aleyküm. Bizde soat 9 oldu hozir. Hech kim bo'lmaydi ekan ertamanda 9da. Odamlar ertaman 9da gazetasidan chiqmaydi. Dam olishadi shekilli ko'proq ayollar nimalar yuraverar ekan shu aylanib, tomosha qilib. Ertamanda bo'sh bo'lar ekan. Odam shu asrdan keyin ko'payishni boshlaydi ekan. Asrdan keyin mana shu ertamangacha odam tinmaydi ekan shu. Kechasi yurar ekan deb edi. Yo'q, bu yerlar sovuq, Muhabbat opa sovuq. Bu yerda hali hech balo yetmadik. Uydan qanday chiqqan bo'lsa shunday yuribman. Havo ayniq, yomg'ir yog'di. Bu yerda sovuq, u birov issiq emas, Madina, issiq emas. Sovuq. Bunaqa oyog'ingizda yuramiz ekan bu yerda. Ana yuribmiz mana shu yerda odamlar bilan. Ana bu obi zamzam suvni shab-shab ichib olamiz ekan. Sovuq ekan, hamma choy ichyapti. Tomog'im og'rib qolmasin deb hamma choy olib choy ichyapti. Mana moni ham remont qilyapti ekan, mana bo'lib ochadi ekanda endi bo'ladi. Mana qilib artishadi ekan bular. Tozalashadi ekan, shuna qilib onu olib artyapti mana. Otamonni ham artadi ekan mana shuna qilib. O'zini ishlari har yarim soatda tozalab turadi ekan. Mana qilib shap-shap to'sib tozalashib oladi ekan.